Gele! Oy! Hech qaysi yo'q-ku. Qara. Men xat qoldirib ketdi-da bular, ha? O'qib baqay. Qadrlik, suyimlik, ummaq erim barat. Men choyga ketdim. Azmat qaytib kelsa, siz tamoq etib berasiz. Bo'mi sirtdan yesanglar bo'ladi. Haras, men choydan kelguncha ximi yug'urib piltib qo'ying, ha? O'qishib, lag'ma etib berma. Bilgantim men qadrlik, suyimlik, ummaq deganda, yampash menda deb. Olamni o'qib baqay. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom qo'zam. Men maktabdan qaytib kelsam, sizlar uyda yo'q. Opam siz bilan birga tamoq yeyishimni aytibdi. Biroq sizni saqlasam kelmadingiz. Telefon qilsam taqoq. Shunga maktabga chiqib qolmay deb suvoq-sug'un non chilab yeb ketdim. Opla. Telefonimni itib qo'yib, operatsiya kirib emasmi? Meni kechirgan qo'zam. Voy, bu keşif ketdi, chiq kelmaydi. Opis bilan bilganda, opis telefon qilib ya. Telefonim aytib ketdi. Eng yaxshisi ashlar kelguncha o'qitib lag'ma aytib turay ya. Hacep mizlik, lag'manning seyflab ketibdi. Bizning adam xotinim kelguncha deb o'qitib lag'ma aytib o'xshaydi. Annam, yey, lag'man degani aytadigan bo'lsa, lag'manning onumanisini ko'rsatadi jumu. Mush so'zdigan bo'lsa, mush qisqa qildigan bo'lsa, qo'llari shunchalik kelib ketadi. Jinimgo mening shunchalik yaxshi ko'rman. Ummaq toza. Hamdi keldingmi xotin? Oy, umaqliqini. Do'stlarning yarışib ketganini, partuqlarning kelib ketganini. Oy, ochiq kelsa, burtlari dingi bo'lib, burunning teshiga moshta bo'lib ketdi bizning adamning. Voy, sizlarni seg'inib bo'ldir yunib keldim-ku mana. Xotin, tunugini choyga oldim. Bugun yana bu choy bozorga nima tugmaydigan choy bu? Voy, shundan ha. Bu choylarning qiziqga. Bo'lsa, kayni bo'lib ketdi. Yo'q, hech qaysi yo'q. Bugün çayını vağı qarang maymun aqildi. Maymun. Kasabet degan, joz degan chiqirib etdikin sey, qo'rinlar deganni har xil, har yanza. Joz deganning beka yeri yo'q. Sirapchilik. O'ynab ketdik, muzika degan bo'lib ketdi. Ayollar degan tanq deganni o'ynab ketdik. Ayol tanq o'ynamda? Xotiningizning shundoq taysib qopdiki, chaqchaq ayollar deganni o'xshatib etdim. Restoran deganni o't chiqarib etdim toza. Sen chiqargan shu o't restoranga erlarni burtuq tushib ko'ydirib etkanda. Voy, nereden bildingiz? Mening o'ynagan usulim qarab, qilgan chaqchaqlarim qarab, restoranda o'tirgan bunda shapurtliq erlar ko'zini olg'ay qilib qarab ketdi. Bir do'qima cho'yli bilan jimo. Voy, chaqchaq qilib qo'ydim jinim. Hozir restoranga nana akshi bor edi. Restoranning ichiga shunday qarab kirdigan bo'lsangiz, vaqtida ayollar hammasi choy jo'ziri. Erlar vaqo qarang. Ayrım xallarda, qava xallarda, mında o'tirdi. Yo'q etqimig'ina. U degan bir qism jamiyatga boshqal erlar. To'din. Bir shunday qilib hayron meniki. Bu jamiyat taraqqigan sira bilib bilmayman qazon beshda bizga kutib qolgan deyman-da. Voy, Borat. Voy, men aytman-ku tomoqlarni. Lag'manlarni, pololarni, montlarni itib bersam, voy jinim xotinim o'xshabdi, qo'lingga barkat bersin deb maqtab yeb ketibsiz-ku. Men Alloh bildirmay-ku, menga hozir g'alati laqab qo'yib qo'yibdi. Nima deb laqab qo'yapti? Burun hammasini Barat doktor, Barat vrach deydi. Hozirchi Barat Lag'man, Barat issiq-so'g'oq, Barat Tilta deb mashal laqab qo'yibdi menga. Oy, shundoq yarishib ketma laqablarimiz. Voy, sizning meyliqlar gidiyib, bunda qo'saqlarni chiqarib mengizsa, og'aylaringizning shundoq deb laqablari bor-ku. Ha? Iliq Farhat degan og'ayningiz bor-ku, ayol javob bersa, jilt ichtirdi-ku. Shuninglar uningga Farhat jilta deb laqab qo'yibdi. Astagfirullah. Yana da qiziqi bor. Iliq turganda ko'zlari qisiq bir
turgan ilgili lükçek nima bu? Oy lükçek emasga, turqi lükçekdek turgan bilan u bechoraning uyiga berib, tartib deganni esib, yang deganni turib, qochi deganni jib qochirib ketadigan. Shundan bilan uningga turgan qochirg'ish deb laqab qo'ydi. Astagfirullah. Sizlar choy qilib, mushaq toyin yo'q, bitta lavuz gaplarni qilib, mushaq qilib o'tirsanigina, choygina oshamdi. Ha, g'iybat degan o't isqo jinim. G'iybatda ichqanimiz bo'shab qoladi-ku. Yoqdi-ku odamga va? Yoqdi. Voy xudoyim tova. Hey, sizlarga va jamiyatda sizlar qo'ygan laqabni bilamsizlar? Bu sana. Menga? Ha. Menga deb laqab qo'yibdi. Sana bu guli ishlik, guli to'liq deb laqab qo'yibdi. Oy, guli mismis, guli kamchil degandan yaxshi ekan-ku. Ma'qul qildim. Hey, guli ishlik degani bu ishkili kelinglar desa sen 13 kun bortmaysan. 13 kun bir restoranda hech kim yo'qsan, o'zing yolg'iz o'tirib, kelgan ketgan tut qoldirib qarab o'tirib kelsan, o'zing yolg'iz. Guli to'liq degani to'va qayga qarashsan, restoranga, oromga hamma gullik qilib qarashsan. Bu laqabni haq emas, mening siz qo'ydingizmi deyman-a? Bir yerga bormisin, restoranlarga bormisin deb. Hey, og'aylaringizning har oyda bir oyda necha qitim choyga borganligini bilamsiz? 8 qitim, 9 qitim choyga bordi. Mencho aran 3 qitim borma. Va undan qo'shsan men yo'qqa ko'pan ko'tarib restoran qunib bir oy bir kelsamamdi. Her bir choyga kiygan kiyimi yo'q. Turkiyaning, Dubayning kiyimlarini kiyib boradi. Osqan zubu zinatlarni ko'rdigan bo'lsangiz, ko'zlaringiz olachakman bo'lib ketadi. Mencho men bichorchi. Yerim ma kiyimimni bulto ep qo'yib ekanman. Restoranga shuni kiyayotgan, xizmatga shuni kiyayotgan. Agar o'shalarda kiydigan bo'lsam, o'lg'odiga o'xshaysiz. Sadaqa ketay xotin. Sen bir o'qigan, onliq bir ziyoli obdan ayol bu, ha? Nimda o'zing uloq silishtirsan deyman. Ha? Nimda o'zing silishtirsan? Sen o'ylab baqa, bizning umrimiz bu oyoq uzmaygan choylar bilan, bu yig'ilishlar bilan, shuninglar o'tamda. Bizde bunu illiq oila, buna farzand tuyg'usi degan ufqlar yo'qmi bizda deyman. Uyim, balam, kalam deb hech kim bilan aralashmasam bo'ldi ekanda. Bu daqiqatim choyga toza. Balamning o'qishi qiziqqan pulni elib, men Turkiyaning bir qora yeterini kiyib toza. Moda bo'lmaydigan bo'lsam, har as ismning borda shu qonni evalaychi. To'xta! Hey, sen qaysi yuzingdan, qaysi ig'izingdan mushka davatsa, ha? Sen kiyim kiymedimay? Ma balimiz nima yeyapti? Mana o'qish qandaroq, mushdan o'ylab baqdingmi sen, ha? Sen mushu o'ynuga kiyim to'g'rimi sening? Voy! Balıqini? Voy, siz bilan bilamasmi? Sen bilamasmi? Astagfirullah, nima qilma bu? Kech kirib ketdi. Astagfirullah. Men siz bilan bir o'xshaydi debdimmi? Keldi. Voy, qanday ahvolinglar? Yaxshi turdingmi? Ma'lum. Azmat men bo'ldim ma'lum. Azmat doktorxona kirib qoldi. Ha? Antirab ketmanglar. Sinf tuyuqsiz o'shadan ketib doktorxonaga olib borgandim. Doktorlar bir qil tekshirib ko'rgandan keyin u doktor yetishmaslikdan bo'lgan qon ozlik kesilgan degan diagnozni qo'ydi. Uning ustiga maktabda ilg'or o'quvchi edi. Darslardan chekinib ketyotdi. Mush ahvollarni ichkinlarga dab qo'yadi deb kelishdi. Mana bizga mas'uliyat. İçer balam. Tatlı kozam. Qancha qitimlab aşkı saqlagan bo'g'itdim. Qancha qitimlab topshiriq tushunamagan masalalarini bizni so'rash uchun atrofimiz bizni izlagan bo'g'itdim. Meni kechirgin balam. Men xato qildim. Aslan vaqtimni xatar choylarga sizni o'zimdan keyin chekib bermay. Ona farzandimni o'zlig'imishig'a, uning tarbiyalashiga o'sha ellik oilamga bergan bo'lsam, naqadar yaxshi bo'ladi. Meni kechir. Aslida biz bu choylar inoqlik, ittifoqlik, mehmondo'stlikdan darak beradi. Biz bu choylar orqali bir-birimizni izlashib, bir-birimizni yo'qlashib, halning bo'lishib, o'tirimizga mehr muhabbatni kuchaytirib boramiz.
Afsus. Yaqinqi yillardan beri bu choylar oiladan restoranlarga ko'chib, hashamatchilik, isrofxo'rlik, g'ayvat shikoyat o'rniga aylanib qoldi. Billah, bomni menga berib qo'yaylik. Shunda qilaylik.